Assalomu alaykum guruhdoshlar. Yana bitta sovetskiy divanimiz keldi. Chiroyli qilib remont qilib beramiz, xudo xolasa. Biz kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum guruhdoshlar. Yana bitta remontimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib baho berasizlar. O'sha sovetskiy divanimiz juda ham chiroyli chiqdi. Shunaqa svet tanlash klientlarimiz bu spalni bo'ladigan. Baho berasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, yumshoq shuylarni ham yaxshilab